Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Men asalariga, ya'ni tabiiy mahsulotlarga juda ham qiziqaman. Sizlarga ham tavsiya qilib beraman. Olib keling. Tez, vaqt ketmasin. Gap olib berdim. Xo'p. Farg'ona viloyati Oxunboboy simasi Baqayda joylashgan asalarilarimiz juda ham ajoyib ekan. Qarang. Turli-tuman giyohlarga aralashtirilgan asallar. Undan tashqari uylari deysizmi, asallarga mana mazasi qochib qolgan asallar, davolaydigan dorilar deysizmi, ramkalari deysizmi, mana bu narsalar nimaligini tushunmadim, ustoshlargacha bor ekan. Eng qizig'ini aytayim, eng qizig'i kechirasizlar, ko'tarib olyapti. Bu joyda asalarilarni chaqtirib ham davolash mumkin. Uni doktordan batafsil ma'lumot so'rab olamiz. Mumkinmi? Assalomu alaykum. Doktor bez taqildik. Aka, o'tib ketayotgandi, ko'rib qoldik. Asallarni chaqtirib davolayotgansizlar. Shu haqida qisqacha ma'lumot bering. Odamni qat-qatiga dori emas. Kel. Bu asallarni chaqtirib davolash apiterapiya hisoblanadi. Asosan bu shamollashlarga, ya'ni oyoq og'riqdan boshlab oshqozon, o't, jigar, davleniya, qon bosimlariga, quloq shang'illash, ko'z zreniyasi pastligiga ham yordam beradi. Yurak bezovta qilishlariga, yana qandli diabet, sahrga ham yaxshi yechim bo'ladi inshaalloh. Xullas, bir qancha kasalliklarga davo ekan, kelib davolanib kelishni tavsiya qilamiz. 7 kun ekan bir ko'zlikcha salomat bo'linglar.